Shuni joylarda mana yurib kuzatyapmizda, shuni xalqimizga ham tushuntirishimiz kerak. Kodli zamok o'rnatishdan maqsad birovlar kirmasligi. Aslida o'sha kodini boshqa fuqarolar ham bilmaslik kerak-da. O'zimizni himoya qilish maqsadida qilyapti. Lekin yoki mana qish davrida o'sha eshiklarga prujinalar qo'ydik. Nima uchun? Qish kunlarida sovuq kirmasin. Podyezdga sovuq kirdi degani uyga sovuq kiradi. Uyga sovuq kirgan degani qo'shimcha isitishga to'g'ri keladi. Bu degani qo'shimcha gaz xarajat degani va hokazo va hokazo. Lekin xalqimiz o'sha eshiklarni kodli zamoklikmi, prujinkalikmi aksariyat holatlarda beton bo'lagi yoki g'isht bir nima qo'yganki eshik lang ochiq turibdi. Bu ham to'g'ri emas. Yoki mana asfaltlashtirish kecha bir necha kun oldin Mustaqillik mahallasida aylanib o'sha yerlarni abgor holatdagi joylarni Mustaqillik rais bormi? O'sha yerlarni asfalt qilgandik. Mana kecha o'sha yerdagi tadbirkorlar aytayapti. Mana birga sektorlarimiz bilan hammamiz o'rtalashib birga bordik. Tadbirkor aytayapti, "Men shu yerda kirish darvozasini o'zimning hisobimdan qilaman" deyapti. Ruxsat beringlar deyapti. Mana bosh arxitektorimizga topshiriq berdik, loyihasini qilyapti. Odamlar davlat qilganini ko'rib, o'zlari ham hissa qo'shishni boshlayapti-da. Shu uchun biz gruppaga ham yozdik, to'g'ri aytilyapti. Mana o'sha asfaltga muhtoj joylar bo'lsa, hududlaringizda murojaatlar gruppasiga tashlanglar. Tez ko'rib, Xudoga shukr, mablag'imiz bor, birgalashib qilishga tayyormiz. Savollar yo'qmi? Bo'lmasa kun tartibidagi masala yuzasidan Xalq deputatlar shahar kengashining qarorini qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Mazkur masala yuzasidan tayyorlangan qaror loyihasi barcha deputatlarga tarqatilgan. Qaror loyihasi bo'yicha boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa qaror loyihasi asos uchun qabul qilinsin va bildirilgan takliflarni inobatga olgan holda ma'qullansin degan deputatlarni qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'raymiz. Rozilar, qarshilar, betaraflar. Qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi navbatdagi masalani ko'rib chiqishni boshlaymiz. O'zbekiston Respublikasi mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunning 6, 24 va 25 moddalariga muvofiq, shuningdek, Xalq deputatlari Kogon shahar kengashining ish rejasiga muvofiq sessiya kun tartibiga huquqbuzarlikni oldini olish va ularning profilaktikasi holati, jamoat xavfsizligi to'g'risida masala kiritilgan. Hurmatli deputatlar, mazkur masala yuzasidan hisobot berish uchun so'z shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i Boltayev Niyoziy Hamidovichga. Marhamat. Assalomu alaykum. Sessiya ishtirokchilari, hurmatli deputatlar. Assalomu alaykum. Hurmatli Mirshakar Muzaffarovich, mana bugun rahmat, avvalambor sizlarni ko'rib turganimdan xursandman, tanishganimdan. Kogon shahar hududida jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish, unga qarshi kurashish, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, jamoat tartibini saqlash borasida amalga oshirgan ishlar yuzasidan qisqacha ma'lumot berib o'taman. 2025-yilning o'tgan 9 oyi davomida Kogon shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan jinoyatchilikka qarshi kurash, jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash va huquq tartibotni mustahkamlash, jinoyatchilikni barvaqt oldini olishga qaratilgan xavfsiz hudud, arsenal, qidiruv, tong, nazorat, turmush, ko'cha, o'smir, davomat, profilaktika kuni kabi tezkor va profilaktik tadbirlar amalga oshirildi. Joriy yilning o'tgan 9 oyi davomida Kogon shahri hududida jami 124 ta jinoyatlar qayd etilib, o'tgan 2024-yilga nisbatan 19 taga, ya'ni 18,1% ga jinoyatchiligimiz ming afsuski ko'paygan. Shahar miqyosida jami sodir etilgan 124 ta jinoyatlarning 100 ming aholiga tahlil qilinganda 198,9% tadan tashkil qiladi. Jami jinoyatlarning 69 tasi, ya'ni 55,7% oldini olish lozim bo'lgan. O'tgan yilga nisbatan 7 taga ko'p, ya'ni 9,2% ga kamaygan bo'lib, 100 ming aholiga tahlil qilinganda 105 dan 6 tani tashkil qiladi. 53 tasi, ya'ni 42,7% aniqlanadigan jinoyatlar. O'tgan yilga nisbatan 24 taga, ya'ni 82% ga ko'p bo'lib, har 100 ming aholiga 81 tani tashkil qiladi. Ikkita jinoyatimiz bu o'sha kiber jinoyat bo'lib, o'tgan yilga nisbatan 5 taga, ya'ni 71% ga kamaygan. Jinoyat turlaridan og'ir tan jarohati yetkazish bittaga 100% ga oshgan. O'rta og'ir tan jarohati yetkazish bittaga
firibgarlik jinoyati 7 taga, o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari bittaga, ya'ni 100% ga oshgan. Qasddan odam o'ldirish bittaga, ya'ni 33% ga kamaygan. O'g'rilik jinoyati 4 taga, 17,4% ga, yo'l transport hodisasi 3 taga, 37,5% ga kamaygan. Oilaviy maishiy zo'ravonlik jinoyati 2 ga 2, bezorilik jinoyati 3 ga 3, ya'ni stabil saqlangan. Shaharda nomusga tegish, talonchilik, bosqinchilik, avtomashinani olib qochish, yengil tan jarohati yetkazish kabi jinoyatlar qayd qilinmagan. Ushbu jinoyatlarni shaxslar tomonidan sodir etilganligini tahlil qiladigan bo'lsak, eng achinarli holat Kogon shahrida shundan iboratki, mana ayollar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar 6 taga, ya'ni 150% ga. Voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlar esa bittaga, ya'ni 2 tadan bittaga 100% ga oshgan. Muqaddam sudlangan shaxslar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar 3 taga, ya'ni 33% ga, ya'ni 9 tadan 12 taga oshgan. Ishsizlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar 3 taga kamaygan. Yoshlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar 4 taga yoki 27,6% ga kamaygan. Mast holda jinoyat sodir etganlar bittaga 20% ga kamaygandan 5 tadan 4 taga. Jamoat joyida sodir etilgan jinoyatlar 8 taga yoki 13 tadan 5 taga kamaygan. Mahalla jinoyatchiligi asosiy masala mana O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 30-noyabrdagi 801-sonli qarori bilan hammalaringiz bilasizlar, asosiy masala mahalla jinoyatchiligi va mahallada sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarni oldini olishga qaratilganligi hammamizga ma'lum. Lekin shunga qaramasdan mahallalarda sodir etilayotgan jinoyatchiliklar mana hozir shahrimiz hokimi aytib o'tgan holatlar ham oddiygina shu eshiklarni ochiqligi, podyezdlarda turli xil, masalan, ko'p qavatli uylarda yashaydigan odamlar velosipedini, kolyaskasini yoki o'sha oddiygina men tok beradigan dvijoklarini umuman uyiga olib chiqish qiyin. 5 qavat bo'lsa 5-qavatga olib chiqishga qiynaladi-da, podyezdda shu qarovsiz holda yo ochiq holda qoldirib ketadi. Ustiga ustak zamok, kodiviy zamoklar o'rnatilgan bo'lsa-da, podyezdlarning eshiklari ochiq holatda qoldirilgan. O'sha velosipedni kecha ham bir yig'ilishda men aytdimki, velosiped 80-yil ishlab chiqarilgan, 90-yil ishlab chiqarilgan bo'lishi mumkin. Bozorda uni birov sotib olmasligi mumkin, lekin shaxsiy mulk bo'lgani uchun olib ketilsa, baribir fuqaroning birinchi harakati ichki ishlarga murojaat qiladi, velosipedi o'g'irlanganligi to'g'risida xabar beradi va bu narsa oxir-oqibat jinoyat sifatida, o'g'irlik jinoyati sifatida qayd qilinadi va ro'yxatga olinadi. Mavjud 19 ta mahallalarning 15 tasi yoki 78,9% da oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar sodir etilgan. Joriy yilning o'tgan 9 oyi davomida mahalla hududida sodir etilgan jinoyatlar tahlil qilinganda shahardagi 19 ta mahalladan 3 tasi yoki 15,8% qizil. Bular o'sha vatanparvar, Istiqlol va mana 9 oyning oxiri bilan Arabxona mahallalari qizil mahallalar tarkibiga kirgan. 8 tasi, ya'ni 42,1% sariq mahalla va 8 tasi yashil mahalla toifalariga ajratilgan. Qizil toifadagi mahallalar aytilganday 3 ta bo'lib, Istiqlol mahallasida 3 ta o'g'rilik jinoyati sodir etilgan. 2024-yilning yakunida mahalla sariq toifada bo'lib hisoblangan. Vatanparvar mahallasida 2 ta o'g'rilik, 1 ta haqorat jinoyati sodir etilgan. 2024-yil yakuni bilan bu mahalla ham sariq mahalla bo'lgan. Arabxona mahallasida 1 ta o'g'rilik, 1 ta o'rtacha tan jarohati yetkazish jinoyati sodir etilgan va 2024-yilning yakuni bo'yicha ham bu mahalla qizil mahalla hisoblangan. Sariq toifadagi 8 ta mahalla, bular Bobur, Mirzo Ulug'bek, Abdulla Qodiriy, Beruniy, Mustaqillik, Temir yo'lchi, Maxtumquli va Xo'jabargi mahallalarini tashkil etadi. Keyingi masalamiz mana ijtimoiy profilaktika, o'sha aytilgan 801-qaror bo'yicha ijtimoiy profilaktikani tashkil qilish, asosiy profilaktika inspektorlarining vazifalari etib tayinlangan. Ijtimoiy profilaktika nima? Ijtimoiy profilaktika bu huquqbuzarlik sodir etish yoki undan jabrlanish foizi darajasi yuqori bo'lgan shaxslarga huquqiy, tibbiy, pedagogik va boshqa yordamlar ko'rsatish shu tadbirlari ijtimoiy profilaktika deb ataladi. Bu
masalada men huquqbuzarlik sodir etish yoki jabrlanuvchiga aylanishi mumkin bo'lgan holat sifatida qayerda mana shahrimiz hokimi bilan borganda yig'ilishlarda yoki jinoyat muhokamalarida aytyapmiz. Shunga qaramasdan Kogon shahrida murojaatlar, masalan misol tariqasida aytadigan bo'lsam, plastik kartochkalarni kibir jinoyatlar bilan bog'liq jinoyatlarni jabrlanuvchisiga aylanib qolayotgan fuqarolarimiz ko'payib boryapti. Mana oddiygina kecha 8-oktyabr kuni men o'sha pochta ko'rayotganda arizalarni ko'ryapman. Mirshakar Muzaffarovich bir ayol uyida o'tiribdi, bilayapman aldayotganini deydi, kelib o'zi bilan suhbatlashyapman, chaqirtirdim. $2300 biznes qilamiz, birga ishlaymiz deb o'zini Jack deb tanishtirgan bir odamga plastikiga o'z ixtiyori bilan $2300 pulni o'tkazib beryapti. Bir marta $700 tashab keldim deydi. Bilasizmi, men bilan nima bo'lganini o'zim bilmayman deydi ayol. Nima uchun desam, agar bilayapman aldayotganligini, mana xabarim bor, kibir jinoyatlar ko'payib borayotganligidan $700 nima qilib tashab keldim deydi. Qaytib kelsam yana telefon qildida, telefon nomerlari, raqamlarini, qaysi telefondan nomer bo'lganlarini beryapti. U raqamlarni aniqlashni yoki uni egasiga chiqishni iloji yo'q. Meni nomerimdan, sizning nomeringizdan mana shu darajada rivojlandi. Kibir jinoyat deganiki, xohlagan odamning nomeridan telefon qo'ng'iroq bo'lishi mumkin sizga. Lekin aslida uni men qilayotganim yo'q yoki siz yo boshqa odam qilayotgani yo'q. Mana foydalanib raqamdan chiqib qo'ng'iroq qilinadi. O'sha raqamga chiqyapmiz, na gudoq ketadi, na birov ko'taradi u telefonni. Yana deydi, ikkinchi martasiga borib $1800 tashab keldim deydi. Keyin nima qildingiz desam, keyin ariza yozdim deydi. Bila turib aldayotganini yarim 50 yoki shu holatda turib ham pul tashab berib jabrlanuvchiga aylanish ehtimoli yuqori deganda mana shunday fuqarolarimiz nazarga olinadiki, kibir jinoyatlarini oldini olishni bitta yo'li sifatida hozirgi kunda faqat targ'ibot, kimlarga yetkazish, qilma bu ishni deyishdan boshqa yo'lini, boshqa chorasini topa olayotganimiz yo'q. Eng achinarlisi shundaki, kibir jinoyatlarining aksariyati 95-96% ochilmasdan qoladigan jinoyatlar sanaladi. Chunki bu jinoyatlar hammangizga ma'lum chetdan turib qilinadi va olingan o'sha pullar maksimum 2 soat yoki 2,5 soatda uje O'zbekistondan chiqib ketadi. Uni aniqlashni, uni orqasidan boshqa davlatgacha borib kelishni imkoniyati chegaralangan. Ijtimoiy profilaktika bo'yicha huquqbuzarlik sodir etishga moyil yoki undan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan 2996 nafar shaxslar aniqlanib, ijtimoiy profilaktika elektron axborot tizimiga kiritilgan. 2996 nafar huquqbuzarlik sodir etish ehtimoli yuqori hamda 541 nafar huquqbuzarlikdan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslarni tashkil etadi. Profilaktika inspektoriga 762 nafar, hokim yordamchisiga 927 nafar, xotin-qizlar faoliga 522 nafar, yoshlar yetakchilariga 395 nafar, ijtimoiy xodimga 388 nafar, soliq inspektorlariga 2 nafar profilaktika obyektlari bo'yicha xulosalar berilgan. O'tgan 9 oy davomida 2996 nafar ijtimoiy profilaktika obyektlarining 1788 nafari, ya'ni 59.7% bo'yicha qo'shma xulosalar qilingan. Qoldiqda 1208 nafari mavjud. Qo'shma qaror talablari asosida yetarlicha ish tashkil etilmay zimmasiga yuklatilgan vazifalarga mas'uliyatsizlik bilan yondashgan mas'ullarga nisbatan 12 ta taqdimnomalar kiritilgan. Mana huquqbuzarlik profilaktikasi yo'nalishi bo'yicha Kogon shahar hududida barqaror vaziyatni saqlab qolish maqsadida jinoyat va huquqbuzarlik sodir qilishga moyil bo'lgan shaxslarni aniqlash hamda ularni profilaktik hisobga olib, ular bilan profilaktik ishlar olib borishga qaratilib, joriy yilning o'tgan 9 oy davomida 735 nafar shaxslar profilaktik hisobga olingan. Shundan 17 nafari muqaddam sudlangan, 24 nafari o'ziga nisbatan ehtiyot chorasi qo'llanilgan shaxslar va 694 nafari O'zbekiston Respublikasi huquqbuzarliklar to'g'risidagi qonunda nazarda tutilgan huquqbuzarliklar, ya'ni ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarni tashkil qiladi. Ushbu shaxslar O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining tegishli buyruqlari asosida qayta huquqbuzarlik sodir etilishini oldini olish bo'yicha mahalla fuqarolar yig'inlari va jamoatchilik vakillari bilan hamkorlikda profilaktik ishlarni olib borilmoqda. Ushbu fuqarolar bilan o'tgan 2025-yilda profilaktika 9 oy davomida profilaktika inspektorlari tomonidan tuzilgan ma'muriy bayonnomalar 3603 dan tashkil qilib,
Bu har bir profilaktika inspektoriga o'rtacha bir oyda 21 tani, vakolat doirasiga kiruvchi 2572 ta ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, har bir profilaktika inspektoriga oyiga o'rtacha 15 tani tashkil qiladi. Profilaktika inspektorlar tomonidan o'z vakolat doirasida tuzilgan protokollar yuzasidan 9 oy davomida belgilangan jarimalar undirilgan bo'lib, undirilgan jarimalarning miqdori bugungi kunda 85-8% ni tashkil qilib, 16%, 13% jarimalar undirilmasdan qolmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasiga asosan mana voyaga yetmaganlar haqida gapirdim. Voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar, voyaga yetmaganlar mana maktablarimizda bizani o'sha inspektorlarimiz bor, inspektor psixologlarimiz bor. Maktablarda sodir etilayotgan jinoyatlar yo maktablardagi ahvol umuman hammamizga bu yerda bir narsa ma'lumki, avlod o'zgaryapti. Yoshlarni xarakteri, yoshlarni masalan o'sha maktabda o'zini tutishi, darsda ishtiroki, umuman o'qituvchiga munosabati, o'qituvchini talablariga bo'ysunishi, hamma narsa o'zgarib boryapti, ko'ryapsizlar. Bu o'sha nima deydi, mana tinch davlatimizda nimanidir buzishga, nimanidir izdan chiqarishga qaratilgan harakatlarni internet degan bir baloni natijasi deb hisoblayman. Chunki aksariyat o'quvchilarimizni sonini 12 ta maktab bo'ladigan bo'lsa, adashmasam 70% o'quvchilarda sensorli telefonlar bor. Bu bilasizlar nima? Nima deydi? O'quvchida xohlagan narsasini ko'rishga imkoniyat beradigan va ularni xulqiga, odobiga ta'sir qiladigan narsalar bo'lib hisoblanadi. Bolalarimiz o'yinlarga kirib ketyapti. Men bitta misol shu o'rinda aytmoqchi bo'lgan joyim, mana G'ijduvon tumanida ishlab yurgan vaqtimizda 8-sinf o'quvchisi shunchalik berilib ketgan telefonga, o'yinlarga, ana bu o'tadigan o'yinlar bor-ku, mana shunaqa o'yinlarga berilib ketganda, uni olib yoshlar o'sha psixolog inspektorlar olib gaplashsa, gaplashish davomida masalan yarim soat 40 minut bilan suhbat qilib, shuni o'ynamasang nima bo'ladi, mana ingliz tilini o'rgansang chet elga borasan, kelajakda katta odam bo'lasan, mana shu temalarda gaplashaversa agar, o'quvchi savol beryapti psixolog inspektorga-ki, men sizga savolim bor, maylimi savol bersam desa agar, marhamat desa agar, ana shu yoshimda 2 kishini o'ldirsam nima bo'ladi deyapti. U savolni tagiga kavlab borilsa, ana shu telefon uyiga borib ham boshqa biror ish qilmaydi, ota-onasining topshiriqlarini, vazifalarini bajarmaydi-da, ana shu ota-ona bilan o'rtasida kelishmovchilik natijasida o'sha 2 kishi deb biz taxmin qilganimiz ota bilan ona. Ana shu yoshdagi qamaydimi shu yoshda ham? Hali men yoshku degan savollarni beryapti. Mana shu darajada o'zgarib borayotganligi jinoyatchilik masalasida mana bu nima deydi, bu bo'lajakda, kelajakda mana shunaqa buzuq fikrat bilan nimani kutish kerak mumkinligini o'zlaringiz tushunib yetasizlar. Mana 10-oyni mana bugun 9 kuni o'tyapti, 9-kuni bugun. Mana 10-oyda shu oy oktyabr oyining boshidan bugungi kungacha Kogon shahrida qayd qilingan, ro'yxatga olingan jinoyatlar 2 ta, ularning bittasi firibgarlik, bittasi qo'shmachilik. Mana shu ikkita bergan jinoyatimizni ham bittasi oldi olinishi lozim bo'lgan jinoyat, ya'ni firibgarlik jinoyati oldi olinishi lozim bo'lgan jinoyat, ikkinchisi aniqlangan jinoyatlar turkumiga kiradi. Va yuriyapman, mana ko'ryapman, rahmat shahar hokimiga, rahmat mana shu yerdagi mutasaddilar, prokurorga, mana sektorlarga, chunki nima muammo aytsam bular birgalashib boryapti men bilan. Bilasizlar, nachalik milisani dardi bittada, shu tumanda, shaharda jinoyat bo'lmasin, jinoyatchilik kamaysin, shunda u maqtalgan yoki ishlagani ko'rinadi. Mana Kogon shahrida bu protokoldan tashqari chiqib, men sizlarga hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari aytmoqchi bo'lgan narsalarim borki, birgalashilmasa, faqat ichki ishlar xodimlarining o'zi bilan olib boriladigan profilaktik ishlar bilan, boshqa bilan jinoyatchilikning oldini olish juda mushkul. Masalan, bitta mahallada 4000, 4500, ba'zilarda 5000, ba'zilarda 3500 aholi bo'lsa ham, profilaktika inspektori o'sha yerdagi 100 ta, 150 ta xonadonga har kun kirish imkoniyati chegaralangan. Jismonan ham imkoniyati yo'q bu narsani.
Lekin qo'ni qo'shni bizda o'zbekchilikda bitta narsa, yomon narsamiz bor. Menga nima deydi-da, o'sha qo'shni uyda bir narsa bo'lsa ham. Menga nima deydi? Pajar bo'lsa ham, janjal bo'lsa ham, narkoman bo'lsa ham, har kun ayolini deylik, zo'ravonlikka uchrayotgan ayollarni kaltaklaydigan bir notinch oila bo'lsa ham biz aralashmaymiz. Yoki ichki ishlarga, profilaktikaga noziriga yoki o'sha mahallaga xabar o'z vaqtida mahalla yettiligi, mana ko'pchilik, jamoatchilik aralashmaydigan bo'lsa agar jinoyatchilikni oldini olish, uni kamaytirish, ayniqsa og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarni kamaytirishni imkoni bo'lmaydi. Mana Kogon shahrida asosiy jinoyatchilikni olib qaraydigan bo'lsa, ko'pchilik masalalar oilaviy nizolardan va spirtli ichimlik ta'sirida sodir etilayotganligini men ko'ryapman, tahlil qilib boryapman. Mana shu narsalarni oldini olish uchun hurmatli deputatlardan ham men iltimos qilgan bo'lar edim, hamkorlikni o'sha o'zlari saylangan hududda mavjud muammolar, muammoli oilalar yoki maktablarda muammo bo'ladigan bo'lsa, mana shularni birgalashib takliflaringizni bersalaringiz, yechimlari to'g'risida fikrlaringizni aytsalaringiz, mana shu Kogon shahrida jinoyatchilikni oldini olish uchun har qanday bajarilishi lozim bo'lgan vazifalarni shaxsan men o'zim va o'zim boshliq kollektiv nomidan sizga va'da beramanki, bajarilishi kerak bo'lgan ishlar albatta yo'lga qo'yiladi. Chunki bundan hammamiz, butun shahar rahbariyati ham, bu yerda yashaydigan fuqarolar ham manfaatdor. Bu yerda mavjud korxonalar, mana bitta o'sha vokzalni o'zi va har kuni vokzalda poyezd kelganda bitta janjal bo'lishi mumkin bo'lgan holat bo'ladi. Shu uchun kelishib olganmiz xodimlar bilan poyezd keladigan vaqtda albatta 4 ta xodim, PPSda xodimlari yoki keladigan gaylardan o'sha yerda chiqarib sodir bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday holatni oldini olishga harakatini qilyapmiz. Sizlardan iltimosim shu bo'lar edi. Mana shu hamkorlik qilsangizlar, mana hozir opa turib stanka to'g'risida savollarni beryapti. Biza bilan bog'liq masalalar, jinoyatchilikni oldini olish bilan bog'liq masalalar to'g'risida ham mana shunday takliflarni bersangiz, hamkorlik qilsangiz juda xursand bo'lar edim. Axborotim tugadi. Savollaringiz bo'lsa marhamat. Rahmat Niyoz Hamidovich. Hurmatli deputatlar, mazkur hisobot bo'yicha ma'ruzachiga savollar bormi? Marhamat, assalomu alaykum. Juda to'g'ri narsani, muammoni aytyapsiz. Nima deydi, sal gapim qo'polroq chiqmasin, mana uyda kechki 11 da, 12 da deylik, uyda oilasini oldida bo'lish kerak bo'lgan 30-35 ga kirgan bolalarimiz ham haqiqatda ham 2-3 gacha kompyuter o'yinlari o'ynaydi. Men shaxsan kirib, mana ishlagan, qaysi tumanda ishlagan bo'lsam, kirib men savol berganman-da shu bolalarga. Men nima qilasan ana shu vaqtda shu yerda maza qilib oilangda, uyingda, masalan, o'sha ayoling bilan o'tirsang bo'lmaydimi deb savol bersak agar nima bo'libdi deydi. U chegaralash masalasiga, soat belgilash masalasiga kelganda juda to'g'ri, savolingizga yarim javobni o'zingiz aytdingiz. Ular tadbirkorlik faoliyati hisoblanadi va o'sha ishlashga ruxsatnoma olgan vaqtda ularning ish soatlari ko'rinadi va 24/7 bo'ladigan bo'lsa, ertalabgacha uni yopishga vakolat yo'q, haq huquqimiz yo'q. Lekin yopilsa juda zo'r bo'ladi. Men ana shu deputatlardan yana bir marta so'raydigan narsam, marhamat, agar qo'llab-quvvatlasangizlarda, mana shunaqa taklif kiritilsa-da, sessiyalarda ma'qullansa, qonuniyligi ko'rib chiqilsa-da, shu masalan 11 gacha ishlasin, 11 dan keyin yopsin.
Yani shu uni talablarini biza faqat ichki ishlar xodimlari tekshirishi mumkin bo'lgan, men borib tekshirishi mumkin bo'lgan narsa qo'yilgan talablar ertalabgacha ishlash tushmasdan qanday talablar qo'yilgan? Ko'cha yoritilgan bo'lishi kerak, kamera qo'yilgan bo'lishi kerak, stoyankasi bo'lishi kerak, ichkarida voyaga yetmagan ishlamasligi kerak, voyaga yetmagan bo'lmasligi kerak, shartlarini tekshirishga haqqim bor. Lekin uni yopib, masalan, ishlamaysan umrdan keyin deyish vakolati chegaralangan. Endi hurmatli deputat haqiqatamiz Niyoziy Hamidovich bilan bu masalani ko'p gapirdik. Hattoki o'sha spirtli ichimliklar savdo qilayotgan tadbirkorlarni ham qaysidir ma'noda chegaralashni hozir hali bir to'xtamga kelmadik. Sizlar bilan maslahatlashmoqchimiz mana shu sessiyada. Yuridik nuqtai nazardan xatti-harakatimiz to'g'ri yo'qligini hozir o'rganyapti o'zimiz ekspertlarimiz. Endi qo'shimcha yana bu bilan bir o'tirib sessiyamizda kun tartibida qo'yib bir maslahatlashib olamiz o'zlar bilan. Yana kimda savol bor? Marhamat. Assalomu alaykum. Mana aholi xavfsizligi bo'yicha mana xavfsizlik istagan bo'ldi. Xuddi shunday. Mana Qarakul maktabi oldida shunday darvozasiga Aybarizagacha barcha qurilishlar magazinlar bor. Hozir shunaqa holatiga turib o'tirman. Hattoki o'sha aholi yuradigan yo'lakchadan bu tarafga ham o'zini nimalarni qo'ygan, materiallarini, stroy materiallari. Stroy materiallari yo'lakchagacha kelgan. U endi kelibdi sotib olishga o'sha xaridor. Yo'lakchani ustiga boshini qo'ygan, aholi qayerdan o'tishni bilmaydi, o'tish uchun katta yo'lga chiqish kerak. Bu ham xavfsizlik. Mana shu yo'nalish bo'yicha men o'ylayman, mana shu yerda deputatlar ham bir o'rganib, mana shunga xulosa qilishimiz kerak. Chunki yo'llarga bir sklad tayyorlab berishimiz kerak, tadbirkorlarga skladga qo'yib, ma'lum bir qismini qo'ysin, hammasini keltirib magazinni oldiga qo'ygan, yo'lakka o'tishga aholiga yo'l yo'q. Nima uchun biz yo'lakchalarni qo'ydik? Yo'lakchalarni aholi yurishi xavfsizligi uchun. Lekin u xavfsizmi degan savol tug'iladi. Mana shu masalada men o'ylayman, mana deputatlarimiz kengash va sizlar mana shu bir masalani hal qilasizlar degan umiddaman. Chunki bu muammo, albatta muammo bo'lsa ham katta muammo xalqimizning xavfsizligi bo'yicha. Opa, bu gapingizga bitta narsa, haqiqatda gapingiz haq, gapingiz to'g'ri. Mana o'g'rilik jinoyatlari bilan bog'lab shuni savolingizga oxirida javob bermoqchiman. O'g'rilik jinoyatlari do'konlardan bo'ladigan bo'lsa, mana savdo haqiqatda qurilish magazinlari borki, tovari sig'maydi, joyi yo'q. Ko'chaga qo'yadi, svet yoqib ketadi. Mana hozir asosiy jinoyatni oldini olishga xizmat qilmasa ham jinoyatni ochishga yordam beradi deb ko'pchilik joylarda mana Kogon shahrining o'zida 500 dan ortiq kameralar o'rnatilgan va UVD qalqon tizimiga integratsiya qilingan. Shunga qaramasdan mana o'sha siz aytgan qurilish magazinlarining egalariga borib, hattoki bitta kamera qo'y narsangni olib ketmasinlar desangiz, rozi bo'lmaydi. O'zini tomonga bu tomonga urishni boshlaydi. O'zingning foydang uchun o'zingga qo'y, shu yerda integratsiya bo'ladi, bir narsang ketib qolmasin desak, shunday va haqiqatda muammo bor. Mana men yozib oldim bu masalani. Bugun albatta bu masala bilan shug'ullanaman. O'sha yerdan o'tib qaytsangiz ko'rasiz, opa. Bor bunaqa kamchiliklarimiz tushunarli. Men hozir albatta buni topshiriqni berib, mana shu qurilish do'konlari, asosan qurilish do'konlari ko'pchiligi shunday, gapingiz haq. O'sha kafil bo'lsin, vanna bo'lsin, bir narsa bo'lsin chiqarib qo'yadi-da, joyi yo'q, to'g'ri gapingiz. Sklad olib bor, skladingdan olib kel desangiz agar, u yerda skladi ham yer to'lasi bo'lsa agar kichkinagina o'sha do'konga yarasha 5 ga 5 u yer ham narsadan to'lganda sig'dira olmaydi. Bu narsani albatta inobatga olib tuzatib sizga axborot beramiz. Endi buni ko'p cho'zmaymiz. Biz buni o'zi mana men o'zim boshchiligimda kadastr tashkilotlari bu, mana nachalligimiz bu, soliq inspeksiyasi bu. Buni ertadan boshlaymiz. Shu haftani o'ziga joy qo'yamiz. Juda to'g'ri, u haqiqatan ham global o'sha yerda hamma joygacha chiqib ketgan. Qonun bor, tartib bor, hammasini o'zining nimasi bor. Uni men o'ylayman, o'sha ertadan shu haftani o'zida tartibga qo'yamiz.
chatirlarni yuklab olib ketishga majburlarmiz o'zlarida nima qilmasalar. Alsherdan ham xabarlar bor. Bir hafta muddat beringlar, biz hamma narsamizni yig'ishtirib o'sha aytganda omborga joylashtiramiz deb va'da berdi bizlarga. Biz o'sha kuni nimani, gari xodimlarini ham chaqirdik, chunki o'sha aytganda o'sha sement yuklayotgan lavha mashinalar peshxodga qo'yib yuklab olib ketayotdi. U vaqtda manimcha ular viloyatda bo'ldi, kelisha olmadi o'shalar. Siz aytganda yana bir kun beringlar, hamma tashkilot bo'lib o'sha ogohlantirilgan 2 marta aytilgan. Ta'sirchan choralar o'tishga nima qilishimiz kerak? 3-marta. Ya mana ertadan boshlaymiz. Erta juma kuni, juma shanba to'liq bartaraf etamiz. Hurmatli Mirshakar Muzaffarovich, men xursandman ana shu opani bergan savollariga, talablaridan. Mana masalan, men o'sha yerdan o'tmagan xabarim yo'q to'g'risida. Lekin kamchiligim borligini tan olish kerak. O'sha yerda profilaktika inspektori bor. O'sha ham qaysidir mahalla o'sha ham. Mana kamchilikka yo'l qo'yamiz. Profilaktika inspektori masalasida gapiradigan bo'lsam, endi bu yerda bir narsani tan olib aytish kerak. Menda asosan yosh avlod, yosh bitiruvchilar, leytenant, katta leytenant endi tajribaga kelganda tajriba o'zinikini baribir aytadi. Mana onaxon e'tibor bergan narsaga ana leytenant e'tibor bermaydi. Bu shart emas degan masalada o'tib ketishi mumkin. Ana shu uchun hamma deputatlardan, hammalaringizdan mana shu narsani men xohlayotgan narsamki, joylarda bor va mengacha men bexabar, men bora olmagan yo'q bu kamchilik bilan yuqorigacha mengacha ko'tarilmagan masalalar bo'yicha zo'r ana shu narsa takliflar bo'lsa, joyda bartaraf qilinadigan bo'lsa, aytganlaridek ham shaharni ko'rkiga, ham tartib qoidaga, ham o'sha yerda maktabga o'tib qaytadigan bolalarni xavfsizlikka albatta bu narsani ahamiyati juda katta. Xo'jabargidami? Ziravodda. Ben yozib oldim. Ben yozib oldim. Yozib oldim, shug'ullanamiz albatta. Rahmat. Tir park masalasi turadi bu yerda. Mirshakar Muzaffarovich aytganingizdek bilan shug'ullanib keyin albatta sizga axborotini yetkazamiz. Endi kun tartibidagi masala yuzasidan xalq deputatlari shahar kengashining qarorini qabul qilishimiz kerak. Mazkur masala yuzasidan doimiy komissiya tomonidan tayyorlangan qaror loyihasi barcha deputatlarga tarqatilgan. Qaror loyihasi bo'yicha boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa qaror loyihasi asos uchun qabul qilinsin va bildirilgan takliflarni inobatga olgan holda ma'qullansin degan deputatlarning qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar, qaror qabul qilindi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibida keyingi masalani ko'rib chiqishni boshlaymiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 7-iyundagi 312-sonli qaroriga asosan sessiya kun tartibiga yoshlar muammolarining hal etilishiga ko'maklashish, yosh avlodning iste'dodi va qobiliyatlarini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha sharoitlar yaratish borasida amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi masala kiritilgan. Hurmatli deputatlar, mazkur masala yuzasidan hisobot berish uchun so'z shahar hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Sa'dullayeva Madina Qo'ziyevnaga beriladi. Marhamat.
Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, assalomu alaykum Mirshakar Muzaffarovich, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Xabarlaringiz bor, davlat rahbarimiz tomonidan yoshlar siyosati masalasi eng dolzarb masalalar qatoriga kiritilgan. Aynan yoshlar siyosati borasida 2025-yil yanvar oyidan bugungi kunga qadar amalga oshirilgan ishlar bo'yicha hisobotimni o'qib eshittirmoqchi edim. Marhamat. Joriy yilning yanvar-sentyabr oylari davomida Kogon shahridagi 19 ta mahallalarda yoshlar balansini shakllantirish, yoshlarning qiziqishi, iqtidori va ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni yakka tartibda o'rganish maqsadida xonadonbay xatlov tashkil etildi. Mahallalarda yoshlar yetakchilari tomonidan yoshlar muammolari, qiziqishlarini o'rganish va yoshlar balansini shakllantirish maqsadida tashkil etilgan xonadonbay o'rganish natijalarida ko'ra 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz 13.262 nafarni tashkil etdi. Xatlov yakunlarini elektronlashtirish natijasida yoshlar balansi platformasida yoshlar bandligi, ijtimoiy holati, qiziqishi va iqtidordan kelib chiqqan holda yoshlarimiz 3 toifaga bo'lib kiritildi. Ya'ni kim aniqlangan 13.262 nafar yoshlarimizni 73.6%, ya'ni 9.767 nafar yoshlarimiz yashil toifaga, 3.484 nafar, ya'ni 26.3% sariq toifaga va 381 nafar, ya'ni 2.9% qizil toifaga ajratildi. 2025-yilda 211 nafar yoshlarimiz og'ir toifadagi yoshlar sifatida yoshlar balansi asosida 16 nafar mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari, davlat tashkilotlari va korxonalarga biriktirib chiqildi. Bundan tashqari 170 nafar jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan uyushmagan yoshlarimiz 4 ta huquq tartibot organlariga, 14 nafar xodimlariga biriktirildi. Viloyat hokimining viloyatdagi alohida ko'makka muhtoj og'ir toifadagi yoshlarni mas'ul rahbarlarga biriktirish bo'yicha chora-tadbirlari xuddi shunday shahar hokimining yig'ilish bayoniga asosan biriktirilgan mas'ullarning yoshlar bilan uchrashuvlari, reja grafiklari ishlab chiqildi va uchrashuvlar kunlari belgilandi. Og'ir toifadagi ishsiz yoshlar bilan ishlash bo'yicha 211 nafar ishsiz yoshlarimizga 12 ta korxona tashkilot rahbarlari biriktirilgan bo'lib, mas'ullar tomonidan joriy yilning o'tgan davr mobaynida 211 nafar yoshlarimiz bilan to'liq suhbatlar o'tkazildi. Uyida, ish joyida bo'lgan yoshlarimiz borib suhbatlashildi. Uzoqqa chiqqan yoshlarimiz bilan o'sha telefon orqali video vizit bilan suhbatlar o'tkazildi. 211 nafar ishsiz yoshlarimizning 2 nafari boshqa hududga ko'chib ketganligi va 1 nafari turmushga chiqib, hozirgi kunda bola parvarish bilan bandligi aniqlandi. Shundan 208 nafar yoshlarimiz tashkilot rahbarlari tomonidan amaliy ko'mak berilib bandligi ta'minlandi. Shundan 49 nafari doimiy ish bilan band etildi. Og'ir toifadagi otaliqqa olingan yoshlarimiz esa bugungi kunda 170 nafar edi, ya'ni ustiga 36 nafar yangi yoshlar ro'yxati shakllantirib qo'shildi. 206 nafar jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan, qolaversa uyushmagan yoshlarimiz 4 ta huquq tartibot organlarining jami 13 nafar xodimlariga otaliqqa berilgan holda tizimli ishlar tashkil etib borilyapti. Og'ir toifadagi 206 nafar jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan uyushmagan yoshlarga biriktirilgan mas'ullar tomonidan joriy yilning o'tgan davr mobaynida uchrashuvlar tashkil etildi. 104 nafari sog'lomlashtirilib, ijobiy natijalarga erishildi. Ushbu yoshlarning 61 nafari bilan profilaktik ishlangan bo'lsa, 43 nafari doimiy ish bilan bandligi ta'minlandi. Bitiruvchilar yo'nalishimizga keladigan bo'lsak, joriy yilda Kogon shahrida maktab bitiruvchilari, professional ta'lim bitiruvchilari hamda oliy ta'lim bitiruvchilari jami 928 nafarni tashkil etadi. O'tkazilgan xatlov natijasiga ko'ra 153 nafar bitiruvchilarimiz ta'lim bilan bir vaqtda bandligi ta'minlangan bo'lib, 775 nafar bitiruvchilarimiz uchun bandlik dasturlari ishlab chiqildi. Ishlab chiqilgan bandlik dasturlarining hozirgi kunda ijrosi yuzasidan 775 nafar mehnat bozoriga kirib kelgan bitiruvchilarning 368 nafari ayni kunda bandligi ta'minlangan. Yoshlarga ajratilgan imtiyozli kreditlar yo'nalishimizda esa tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki uni rivojlantirish istagidagi bo'lgan jami 454 nafar yoshlarimizga bu shahar bo'yicha bunda o'sha oilaviy tadbirkorligimiz,
har bir oilaga o'sha kreditlar ajratilish dasturlari doirasida 30 milliard 648 million miqdorda kredit mablag'lari ajratilgan bo'lib, shundan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 14-fevraldagi PQ 61 va 62 sonli qarorlariga muvofiq Milliy bank va Aloqa bank tomonidan yoshlar biznes dasturi doirasida aynan 16 nafar yoshlarimizga 3 milliard 947 million so'm miqdorida imtiyozli kreditlar ajratildi va bugungi kunda 16 nafar yoshlarimiz ushbu kreditlarni olib o'zini tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishdi. Yoshlar daftariga kiritilgan yoshlar bilan ishlash yo'nalishlarimizda yoshlarning ijtimoiy iqtisodiy muammolarini hal qilish va ularni iqtidorlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida mahallalardagi yoshlar yetakchilarining tavsiyasiga ko'ra yoshlar daftariga 2025-yilda jami 105 nafar yoshlar kiritilgan bo'lib, 91 nafariga 514 million so'm miqdorida ko'mak ko'rsatilgan. Jumladan 28 nafar yoshlarimiz to'lov kontrakt mablag'lari, 1 nafar yoshimizga asbob-uskuna subsidiya asosida, 16 nafar yoshlarimizni esa ilm-fan, sport, madaniyat yo'nalishidagi o'quv kurslari xarajatlari, 2 nafar yoshlarimizni fuqarolik pasportini olish bilan bog'liq xarajatlari, 45 nafar yoshlarimizga esa imtiyozli kredit, ishga joylashtirish, turizm, IT o'quv kurslari va boshqa turdagi xarajatlar qoplab berildi. Bugungi kunda yoshlar daftarimizda 27 nafar yoshlarimiz bo'lib, ayni damda o'quv kurslariga tahsil olayotgan hamda oliy ta'lim muassasalariga tahsil olayotgan yoshlarimizni tashkil etadi. Yoshlarning harbiy vatanparvarligi yo'nalishida O'zbekiston mahalla uyushmasi, Yoshlar ishlari agentligi, Davlat xavfsizlik xizmati, Mudofaa vazirligi, Sport vazirligi hamkorida tashkil etilgan mahalla yoshlar o'rtasida shijoat va g'ayrat harbiy sport musobaqasi Kogon shahrida 300 dan ortiq yoshlarni qamrab oldi. Aynan bu shijoat va g'ayrat harbiy sport musobaqasi respublika bo'yicha ilk marotaba tashkil etilayotgan bo'lib, 28803 harbiy qismda birinchi tashrif bo'lib, Kogon shahar yoshlari ushbu musobaqani ochib, boshlab berib, qolgan tuman shaharlar aynan Kogon shahar yoshlari o'tkazgan tanlov musobaqasiga ko'ra nima deydi? Kogon shahar namunasi asosida tashkillashtirishdi. Har bir mahalladan 10 nafardan, ya'ni 8 nafar o'g'il bola, 2 nafar qiz bolalar a'zolaridan tashkil topgan jamoalar ishtiroki ta'minlandi. Tasdiqlangan nizom talablariga muvofiq 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin egallagan jamoalar jami qiymati 52 million 900 ming so'mni tashkil etadigan esdalik sovg'alari va pul mukofoti bilan taqdirlandilar. Bunda 5 ta yo'nalishda yoshlarimiz nominatsiyalar asosida 2 million so'mdan mablag' oldi va 3 ta jamoalarimizni har bir ishtirokchilarga esdalik hayotda foydalansa bo'ladigan sovg'alar berildi. Joriy yil davomida shuningdek, yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha 72 ta tadbirlar tashkil etilgan bo'lib, 1200 dan ortiq yoshlarimiz qamrab olingan. Bu 72 ta tadbirlarimiz o'tgan 8 oy davomida bu kam. Hozirda umumta'lim maktablarimizda o'quv jarayonlari boshlanganligini inobatga olib, aynan yuqorida aytib o'tilgandek yoshlar o'rtasida, ayniqsa voyaga yetmagan yoshlar o'rtasida jinoyatchilikni oldini olish borasida olish maqsadida juda ko'plab harbiy vatanparvarlik tadbirlarini maktablarimiz bilan hamkorlikda tashkil etishni rejalashtirib oldik. Iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, xorijiy til va zamonaviy kasblarga o'qitish yo'nalishimizda ham bir qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan, Ibrat farzandlari loyihasi doirasida mobil ilova orqali xorijiy tillarni onlayn o'rganayotgan yoshlar soni aynan Kogon shahrimizda bugungi kunda 3600 nafarni tashkil etadi. Shundan xorijiy tillarni yuqori darajada o'zlashtirib, sertifikat olgan yoshlarimiz esa 106 nafardan iborat. Bundan tashqari mahallalardagi ta'lim muassasalaridagi yoshlarni intellektual salohiyatini oshirish maqsadida 22 ta zakovat to'garaklari tashkil etilgan bo'lib, 196 nafar yoshlarimiz qamrab olingan. Uzchess platformasi orqali esa 2000 nafar yoshlarimiz shaxmat to'garaklariga qamrab olingan. Ustoz AI degan loyihamiz bor. Bevosita buni har biringiz YouTube orqali ko'rib, tanishib chiqishingiz mumkin. Bunda nafaqat yoshlarimiz, balki yosh kattalarimiz uchun ham turli aynan zamonaviy, hozirgi zamon talabidan kelib chiqqan bo'lgan kasb, hunarlar o'rgatiladi. Aynan ushbu
Tizimimizga esa Kogon shahardan 905 nafar yoshlarimiz hozirgi kunda a'zo bo'lib, kasb-hunar o'rganmoqda. Yoshlarni kitobxonlikka qiziqtirish maqsadida joriy qilingan mutolaa loyihasi foydalanuvchilari soni Kogon shahrimizda 2734 nafarni tashkil qilgan bo'lib, 7133 ta kitoblarimiz onlayn tarzda muloqot qilinmoqda. Yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish yo'nalishimizda 2025-yilda hammalaringiz xabarlaringiz bor. Bu juda ko'p marotaba tashkil etib kelinmoqda. Ya'ni 5 tashabbus olimpiadasi doirasida 26 ta loyihalarimiz, tadbirlarimiz tashkil qilinishi belgilangan bo'lib, loyihalarda ishtirok etish istagida bo'lgan yoshlarimiz uchun 5 tashabbus uz platformasi joriy qilingan va yoshlarimiz ushbu platformaga a'zo bo'lgan holda o'sha tadbirlarga ishtirok etishlari mumkin bo'ladi. Aynan shu sayt orqali 17923 nafar yoshlarimiz sport yo'nalishiga, 10962 nafar yoshlarimiz esa adaptiv sport yo'nalishlariga o'zlarini ro'yxatdan o'tib arizalarni qoldirishgan. Joriy yilning 11-mart sanasida start olgan 5 tashabbus olimpiadasining loyihalari bo'yicha bir qancha yo'nalishlarda mahalla, sektor, tuman, shahar, viloyat hamda respublika bosqichlari o'tkazildi. Shuningdek, joriy yilning may oyida 5 tashabbus olimpiadasi doirasida Davlat xavfsizlik xizmati boshlig'i kubogi uchun 16-30 yoshdagi 1947 nafar yoshlarimiz ariza qoldirgan bo'lib, ushbu yoshlarning 1658 nafari bizning tadbirlarimizga, ya'ni bilasizlar, futbol musobaqalarini tashkillashtirdik. O'sha tadbirlarimizga bolalarimiz juda katta ishtiyoq, qiziqish bilan mahallalardan ishtirok etishdi. Amalga oshirilgan ishlarimizni biza ommaviy axborot vositasiga ko'rsatmasak, bu ba'zi o'rinda amalga oshirilmagan deb ham e'tirof etilishi mumkin. Shuning uchun biza tizimli tartibda amalga oshirgan ishlarimizni ijtimoiy tarmoqlardan ommaviy axborot vositalariga yoritish bo'yicha ham bir qancha ishlarni amalga oshirdik. Ya'ni kim yanvar oyi davomida 14 ta, fevral oyida 26 ta, martda 43, aprel oyida 22 ta, may oyida 14 ta, jami bo'lib 109 ta post, rolik ijtimoiy tarmoqlarda joriy tashkillashtirgan tadbirlarimiz joylashtirildi. Jumladan yoshlar balansi, harbiy vatanparvarlik, yoshlarning chet tillarini o'rganish yo'nalishida matbuot anjumanlari, texnikumlarda, qolaversa hokimiyatlarda tashkil etilgan, mahallalarda tashkil etilgan rahbar va yoshlar uchrashuvlari, jasorat maktablari, shijoat va g'ayrat, hokim va yoshlar uchrashuvlarimiz ham shular jumlasidandir. Mahallalardagi yoshlar yetakchilar bilan ishlash bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 19-yanvardagi PQ 92-sonli qaroriga asosan shaharda mavjud bo'lgan 19 ta mahallamizda yoshlar yetakchilarimiz tashkil etilgan va hozirgi kunda ushbu yetakchilarimiz to'liq ish faoliyatida. Ish faoliyati jarayonida mehnat samaradorligini oshirish, qolaversa mahallada yoshlar bilan ishlashning yangicha tizimini joriy qilish maqsadida 17 ta yoshlar yetakchilarimiz, alohida 2 nafar yoshlarimiz esa mahallaning boshqa vakillari bilan birgalikda faoliyat olib borish uchun xizmat xonalari ajratilgan. Faoliyat olib borayotgan yoshlar yetakchilarining 15 nafari oliy ma'lumotli, 4 nafar esa bugungi kunda tahsil olayotgan, tugallamagan oliy ma'lumotli yetakchilarimiz hisoblanadi. Hisobotim shundan iborat. Agar kimdadir savol bo'lsa, marhamat. Hurmatli deputatlar, mazkur hisobot bo'yicha ma'ruzatsiyaga savollarimiz bormi? Marhamat. Marhamat. Shunga qarayman, katta yaxshi narsa
Xo'p, opajon. Xo'p. Yoshlar agentligi rahbari Jahongir bilan bir reja tuzgandik. Endi buni keyinchalik o'zingizga aytmoqchi edik. Mayli, hozir aytamiz. Bizning kanalimiz bor. Aynan shu mahallalarimizdagi, shahrimizdagi yoshlarimizni qamrab olgan kanalimiz bor. Kanal faoliyatini birinchi o'rinda biz jonlantirib, a'zolarimiz soni ko'paytirgandan keyin o'zi yaqinda bu masalani gaplashdik. Kanalda biz savol chiqaramiz. Aynan bu savolni yechimini sizni gazetangizdan topish imkoni borligini biz bog'lab beramiz. Bu orqali nima maqsad nima? Yoshlarimiz kanalga elektron, hozir hammaning qo'lida telefon. Xohlaymizmi yo'qmi, yoshlarimiz telefondan foydalanadi. Kanalga a'zo bo'lgan yoshlarimiz o'sha jumboqli savolni orqasida biz sovg'a tashkillashtiramiz. Jumboqli savolni javobini topish uchun ham yoshlarimiz sizni gazetangizni qidirishga ishtiyoqi tug'iladi. Shu o'rindan biz sekin-sekin bolalarni gazeta o'qishga qiziqishini uyg'otamiz. Albatta, kecha bitta maktabga borgandim. Endi hozir joyi kelganda eshitinglar. Maktabning oddiy o'qituvchisi, endi qaysi maktabligini aytib o'tirmayman. Hamma maktablarimizda deyarli Akmal aka 100% bo'ldi. Telefon qo'yadigan shkatulkachalar qilindi. Maktabning kirish foyesida qilindi. Har bitta sinf uchun alohida. Keyin bir qizimiz keldi. Kursda bilasiz, ingliz tiliga eshitadigan, eshitganini yozadigan listening topshiriqlari bor. Bir qizimiz keldida, "Men kursimni vazifasini kechqurun qilib bilganim yo'q. Kursimni qilishim kerak. Iltimos ustoz, telefonimni olaman" deb iltimos qilib so'radi. E'tibor berib turdim, qani shu o'qituvchi nima deydi. Keyin o'qituvchi aytdi, u o'qituvchi meni ko'rgani yo'q, hali men endi kirib kelgan edim. Keyin o'qituvchi aytdi, tartib hammaga bir xil. Sen kursda o'qisang, kechqurun darsingni qilishing kerak edi. Hozir men senga telefoningni berishga haqqim yo'q. Kirib maktab programmangni o'rganasan, chiqqandan keyin telefoningni olib darsingni qilasan degan javobni berdi. Men xursand bo'ldim. Biza u qutilarni olib kelib qo'yganimiz shunchaki telefonni yig'ib qo'yib emas, o'qituvchini ham meniyasiga dars vaqtida o'qituvchi darsini berib, o'quvchi uni qabul qilib, mana davlat rahbarimiz imtihonlarni bitta qilib qo'ydilar-ku. Bu nima degani? Maktab programmasi ham endi o'sha kursga qanaqa tayyorlanadi, xuddi o'sha bilan teng. Maktab programmasini o'qimasa, bola imtihondan ham o'tolmaydi. Ana shu narsani singdirishni o'qituvchilarimizni o'zini ham ongiga singdirib boryapmiz. Bundan xursand bo'ldim. Bu hali sekin boshlanish etabi, men o'ylayman. O'sha qo'ygan shkatulkalarimiz, telefonlarni yig'ib olishlarimiz hammaga bir xil ijobiy ta'sir ko'rsatadi deb umid qilaman. Maktablarda o'tkaziladigan reydlarimizda bevosita biz sizni telefon qilib chaqiramiz, birgalashib chiqamiz. Unda hech qanaqa masala yo'q. Hamkorlikda ishlaymiz. Xo'p, albatta. Rahmat. Rahmat. Endi kun tartibidagi masala yuzasidan Xalq deputatlar shahar kengashining qarorini qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Mazkur masala yuzasidan doimiy komissiya tomonidan tayyorlangan qaror loyihasi barcha deputatlarga tarqatilgan. Qaror loyihasi bo'yicha boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa qaror loyihasi asos uchun qabul qilinsin va bildirilgan takliflarni inobatga olgan holda ma'qullansin degan deputatlarni qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar. Qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi navbatdagi masalalarni ko'rib chiqamiz. 2025-yil O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risida qonunga va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senat Kengashining 2024-yil 29-noyabrdagi 5-4-sonli, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi PK 5072 sonli hamda 2023-yil 10-apreldagi PK 117 sonli qarorlarga asosan sessiya kun tartibiga
Kogon shahar mahalliy byudjetining ijrosi, daromadlar bazasini oshirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar to'g'risida aholiga qulay shart-sharoitlar yaratish hamda ijtimoiy, iqtisodiy, tashkiliy, amaliy va infratuzilmaviy muammolarni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risida hamda shahar mahalliy byudjetining 2025-yilda shakllangan qo'shimcha manbalar hisobidan amalga oshiriladigan tadbirlar to'g'risida masalalar kiritilgan. Hurmatli deputatlar, mazkur masalalar yuzasidan hisobot berish uchun so'z shahar iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Eshmurodov Nodirjon Niyozovichga marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu Shakar Muzaffarovich, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Kogon shahar mahalliy byudjetining 2025-yil 3-chorak ijrosi bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Kogon shahar mahalliy byudjet daromadlarining 2025-yil 9 oylik rejasi 40 milliard 371,1 million so'm belgilangan bo'lib, amalda 41 milliard 916,9 million so'm, ya'ni belgilangan rejaga nisbatan 104% ga bajarildi. Shunda mahalliy byudjetning 3-chorak uchun daromadlar rejasi 15 milliard 915 million so'm belgilangan bo'lib, amalda 16 milliard 256 million so'm belgilangan rejaga nisbatan 102% ga bajarildi. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'idan undirilgan to'lovlar rejasi 5 milliard 457,8 million so'm belgilangan bo'lib, amalda 6 milliard 263,4 million so'm, yana belgilangan rejaga nisbatan 115% ga. Shu bilan birgalikda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan shaxslarga qat'iy belgilangan soliq to'lov rejasi 232,9 million so'm belgilangan bo'lib, amalda 390,7 million so'm belgilangan rejaga nisbatan 168% ga. Yuridik shaxslarning yer solig'i rejasi 1 milliard 396,3 million so'm belgilangan bo'lib, amalda 1 milliard 785,9 million so'm belgilangan rejaga nisbatan 128% ga. Yuridik shaxslarning mol-mulk solig'i rejasi 829,5 million so'm belgilangan bo'lib, amalda 1 milliard 131,2 million so'm, ya'ni belgilangan rejaga nisbatan 136% ga ortiq bilan bajarilishga erishildi. Shahar mahalliy byudjetining xarajatlari bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Shahar mahalliy byudjetining xarajatlari joriy yilning 9 oy davomida 71 milliard 866,7 million so'm tashkil etdi. Ushbu davr mobaynida xarajatlarning 24 milliard 305,6 million so'mi, yana 34% ta'lim va boshqa ijtimoiy soha uchun yo'naltirildi. Jumladan, maktabgacha ta'lim va maktab ta'lim sohasida 15 milliard 363 million so'm, shahar hududini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish bilan bog'liq xarajatlarga 17 milliard 105,7 million so'm, madaniyat va ommaviy axborot vositalari sohasida 1 milliard 836,9 million so'm, shahardagi sport sohasidagi tashkilotlarni saqlash bilan bog'liq xarajatlarga 4 milliard 706,7 million so'm, boshqaruv organlari sifatida faoliyat yuritayotgan tashkilotlarni saqlash bilan bog'liq xarajatlarga 4 milliard 830,6 million so'm, shahardagi 19 ta mahalla fuqaro yig'inlarida faoliyat yuritayotgan hokim yordamchilari, xotin-qizlar faollari va yoshlar yetakchilarining ish haqi va yagona ijtimoiy to'lovlari uchun 4 milliard 716 million so'm xarajatlar amalga oshirildi. Ulardan tashqari shahar mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan 11 milliard 224 million so'm fuqarolar tashabbus jamg'armasiga yo'naltirildi. Shakllantirilgan qo'shimcha mablag'lar hisobidan tegishli jamg'arma boshqa tadbirlar uchun 478 million so'm mablag'lar ajratildi. Shu jumladan 386 million so'm fuqarolik tashabbus jamg'armasiga, 178 million so'm ayollar daftari va yoshlar daftari jamg'armasiga, 63 million so'm bolalarni sog'lomlashtirish ko'maklashish jamg'armasiga mablag'lar yo'naltirildi. Shu bilan birgalikda xalq deputatlari viloyat kengashining tegishli qarorlari hamda viloyat hokimining farmoyishlari asosida shahar mahalliy byudjetga yuqori byudjetdan joriy yilning yanvar va sentyabr oylarida jami 998,4 million so'm mablag'lar ajratildi. Jumladan, ajratilgan mablag'lar bo'yicha 525 million so'm obodonlashtirish xarajatlariga, 78,3 million so'm shahar tibbiyot birlashmasining moddiy texnika bazasini rivojlantirish va ta'mirlash xarajatlariga, 338,6 million so'm shahardagi umumta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlarining moddiy texnika bazasiga rivojlantirishga, 56,5 million so'm shahardagi sport maktabining moddiy texnika bazasini kengaytirish xarajatlari tashkil etildi.
qo'shimcha mablag'larni yo'naltirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Kengashining 2024-yil 29 noyabrdagi KQ 5-sonli qaroriga asosan mahalliy byudjetning qo'shimcha mablag'larini aniqlash va ulardan foydalanish tartibi belgilangan. Mazkur tartibga ko'ra mahalliy byudjetning qo'shimcha mablag'lari hisobidan mablag' yo'naltirish bo'yicha takliflar jamoatchilik muhokamasini o'tkazish uchun Regulation.uz normativ hujjat loyihasi bo'yicha muhokama portaliga joylashtirildi va xalq deputatlari kengashi qarori asosida yo'naltiriladi. Shunga ko'ra, mahalliy byudjetda shakllangan qo'shimcha mablag'larni quyidagi tadbirlarga yo'naltirish bo'yicha taklif etilmoqda. Shahar ko'chalarini obodonlashtirish ishlarini davom ettirish maqsadida shahar ko'chalarini ko'rgan zamonli stendlar bilan bezatish xarajatlari uchun 23,6 million so'm, shahar hokimligi balansidagi xizmat uylarini foydalanishni ta'minlash maqsadida zarur jihozlar bilan ta'minlash uchun 100 million so'm, Kogon shahrida namunali xavfsiz ko'cha va namunali xavfsiz yo'laklarni talab darajasida tashkil etishda namunali faoliyat yuritayotgan shahar ichki ishlar xodimlarini rag'batlantirish maqsadida 20 million so'm taklif etilmoqda. Kogon shahridagi infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik dasturi bo'yicha amalga oshirilgan ishlar bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Xabarlaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidentimizning 2025-yil 30-yanvardagi aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini moliyalashtirish, tartib-taomillarni takomillashtirish to'g'risidagi PF7 farmoniga asosan infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi tashkil etildi. Mazkur farmonning 8-bandiga ko'ra infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'lari xarajatlari xalq deputatlar tuman shahar kengashi tomonidan amalga oshirilishi belgilangan. Shunga ko'ra, bugungi kunda tegishli mas'ul tashkilotlar tomonidan kiritilgan murojaatlarga asosan shahar aholisiga qulay sharoit yaratish maqsadida hamda mahallalar ijtimoiy, iqtisodiy, tashkiliy va amaliy infratuzilmaviy muammolarini bartaraf etish bilan bog'liq tadbirlar uchun jamg'arma hisobidan belgilangan tartibda moliyalashtirish talab etilmoqda. Jumladan, jamg'armada ko'p yil yakunigacha shakllangan mablag'lar quyidagi tartibda yo'naltirish taklif etilmoqda. Shahardagi qabristonlarni obodonlashtirish va tartibga keltirish maqsadida 350 million so'm, shahar aholisiga qulaylik yaratish maqsadida piyodalar yo'laklarini ta'mirlashda 300 million so'm, ekologiya va atrof muhitni asrash maqsadida sug'orish tizimini barqaror ishlash, ta'minlash, ko'chalarni obodonlashtirish va ichki yo'llarni tartibga soluvchi chiziqlarni yangilash uchun 200 million so'm, Kogon shahar inson ijtimoiy xizmatlar markazining moddiy texnika bazasini kengaytirish maqsadida 100 million so'm, sanitariya gigiyena talablaridan kelib chiqib, shahardagi maktabgacha va ta'lim tashkilotlarida dezinfeksiya tadbirlarini amalga oshirish uchun 36 million so'm mablag'lar taklif etilmoqda. Qisqacha ma'ruzam shundan iborat. Savollar bo'lsa marhamat. Hurmatli deputatlar, mazkur masala bo'yicha ma'ruzachiga savollar bo'lsa marhamat. Bo'lmasa, kun tartibidagi masalalar yuzasidan xalq deputatlari shahar kengashining qarorini qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Mazkur masalalar yuzasidan doimiy komissiya tomonidan tayyorlangan qaror loyihasi barcha deputatlarga tarqatilgan. Qaror loyihalari bo'yicha boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa, qaror loyihalari asos uchun qabul qilinsin va bildirilgan takliflarni inobatga olgan holda ma'qullansin degan deputatlarning qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar. Qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibidagi navbatdagi tasdiqlanadigan masalalarni ko'rib chiqishni boshlaymiz. Birinchisi, Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida shaharda amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida. Ikkinchisi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Kogon shahridagi xalq qabulxonasining hududidagi tashkilotlar rahbarlari faoliyati, murojaatlar bilan ishlash holati to'g'risida. Uchinchisi, Kogon shahrida muqobil energiya manbalaridan foydalanishni joriy etish va energiya samaradorligini oshirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar to'g'risida. To'rtinchisi, Kogon shahar hokimligida qonunchilik hujjatlari va topshiriqlar ijrosining holatini o'rganish natijalari to'g'risida. Hurmatli deputatlar, savollar bormi? Marhamat.
Endi yog' desangiz noto'g'ri bo'ladi. Albatta men kecha mana 4 ta sektorimiz bilan birgalikda Zirabot hududiga borgandan keyin aynan shu masala bilan kirmoqchi edik, lekin yana vaqtimiz yetmay qoldi. Uzog'i shanba kungacha joyiga boramiz. Bu masalada men xabarim bor. Bundan tashqari o'sha men nimamizga ham topshiriq berganman, qurilish bo'yicha o'rinbosarga. To'g'ri masalani aytyapsiz. Nima deydi, o'sha umumiy dvordagi hojatxonalarning ahvoli yaxshi emas. Uzun to'liq qatlovdan qilyapmiz. Hozir mana ko'p qavatli uylar oldidagi foydalanilmayotgan hojatxonalarni ham buzyapmiz, chunki unga ehtiyoj yo'q, lekin sanitariya holati juda yomon ahvolda. Ularni buzib, tekislab joy-joyiga qo'yamiz. Xuddi shunday mana shu endi mana hozir ish ketyapti, xabarlaringiz bor. Kuni kecha bosh vazirimiz ham kelib ketdilar. Umuman Kogon shahridagi umumiy dvorlar o'rnida yangidan ko'p qavatli uylar qurish prezentatsiyasi ham qilindi. Men tayyorlagandim. Mana umuman qayerlarda bor, qanday holatda bu bo'yicha ishlayapmiz. Xudo xolasa endi oldindan nima qilmaylik. Albatta bular ham tartibga solinadi, lekin siz aytgan masala men o'ylayman, men shanba kungacha, xudo xolasa bularni ham yozib oldim. Shanba kungacha ham buni o'tamiz. Mana obuna masalalari undan oldin mana boyagi ikkita masala bo'ldi, Zulfiya opa aytgan masala hammasini yozib oldim. Shu hafta xudo xolasa joy-joyiga qo'yib, birgalashib nima deydi, bir fikrga kelamiz va amaliy ishlarni boshlaymiz. Rahmat. Demak, bo'lmasa kun yana kimda savollar bor? Aynan o'sha Buxoro Sharifda ham mana men aytish yodimdan chiqdi. Mayda bir dam olish maskani tashkil qildik, ko'rdingizlar. Kattaroq ikkita besetkalar qilib, yo'laklar qilib, hozir mana kuz mavsumida ko'chatlarni rejalashtiryapmiz. Umuman nafaqat u yerda, balki butun hududlarni уже nima deydi, inventarizatsiya qilib chiqildi. Mana o'sha Choraxa, Qarovul bozor ketish yo'q, Kogon tumaniga ketish, ziyoratgoh ketish chorahasi oldida ham o'sha stellalarni tashkil qildik. Mana hozir moliya bo'limimiz aytgan o'sha 23 million so'm ham o'shalar uchun yo'naltirish nazarda tutilgan. Umuman o'sha hududda endi ham daraxt ekish, ham to'liqligicha mana o'zimiz yetishtirgan 15 mingga yaqin atirgul nimalarimiz bor. O'sha yerni ham juda bir chiroyli gul ekib, kuzgi mavsumda ekish rejalashtirganmiz va xuddi shunday o'sha Buxoro shahrida tashkil qilgan mayda dam olish maskanini ham juda bir ko'rkam daraxtzor qilib, bu yerda yer osti nasosini o'rnatishlarni rejalashtirganmiz. Shanba kuni xudo xolasa joyida yana ko'ramiz. Bo'lmasa, kun tartibidagi masalalar bo'yicha xalq deputatlar shahar kengashining qarorlarini qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Mazkur masala yuzasidan tayyorlangan qaror loyihalari barcha deputatlarga tarqatilgan. Qarorlar loyihasi bo'yicha boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa, qaror loyihalari asos uchun qabul qilinsin va bildirilgan takliflarni inobatga olgan holda ma'qullansin degan deputatlarni qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar. Qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, xalq deputatlar shahar kengashining 17-sessiyasi kun tartibiga qo'yilgan masalalar to'liq ko'rib chiqildi. Xalq deputatlar shahar kengashining sessiyasini yopiq deb e'lon qilaman. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.